Assalomu alaykum Ideal Design mebel kuzatuvchilari. Mana bugun bizning xonadonimizga Ideal Design jamoasi sifatli oshxona to'plamlarini qilib berishdi. Obzor qilishdan oldin ularga avvalambor kattakon rahmat. Endi kichikina obzorga o'tamiz. E'tibor berasizlar. Xonani to'liqligicha 3 metr qilib balandligi yasalgan. Endi kichikina obzorga o'tamiz. Ustki qismi to'liq akreldan, sifatli akreldan qilingan. İchki qismi 100% MDF. Ko'rishlaring mumkin. Endi bizning xonadonimizga eng yoqqan tomoni xamir yoyish taxtachasi uchun alohida joy qilib berishgan. Bunga e'tibor berasizlar. Polnisdan naborlar ketadi bu yoqda. Endi o'rta qismiga kelamiz. Rang uyg'unligi juda ham yaxshi rang tanlangan. Avvalambor ularga kattakon rahmat. Endi sushilkaga o'tamiz. Sushilka Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan juda ham bir sifatli mahsulot hisoblanadi. E'tibor berasizlar. Stolishnicasi bilan fartugi ikkalasi ham juda ham bir yaxshi rang tanlangan, ikkalasi podborni qilib, bir xil qilib qilingan. Moykalarni ham sifatli moykalar qo'yilgan. Bizning oilamizga juda ham yoqdi. Avvalambor Ideal Design jamoasiga oilamning nomidan, o'zimning nomimdan minnatdorchilik bildiraman. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, sifatli mebel to'plamlari kerak bo'lsa, Ideal Design jamoasiga murojaat qilasizlar. Ideal Design jamoasi nomer 1.